Do'kondagi savdolarimizni yo'lga qo'yishimiz uchun biz sotuvlar moduliga kiramiz. Bill tizimida mahsulotsiz savdo qilish. Uning uchun summani kiritamiz. Masalan, 1.400.000lik savdo qildik. 1.400.000 ni kiritdik. Undan so'ng keyingisiga o'tamiz. Shu yer o'zida mijozga qo'shib borish imkoniyati ham bor. Xohlasak chegirma berishimiz mumkin yoki ma'lum bir tavsif qoldirsak ham bo'ladi. Undan so'ng to'lovga o'tamiz va kerakli to'lov turini tanlaymiz. Agar qarzga bo'lsa, qarzni ham belgilash imkoniyatimiz bo'ladi. Uning uchun mijoz tanlanishi shart. Masalan, bizda naqd holatida bo'ldi. Qo'shishni bosdik va to'lash tugmasini bosdik. To'lash tugmasini bosganimizdan so'ng bizda chekni yuklash yoki chekni ulashish va agar qo'shimcha qurilmamiz bor bo'lsa, uni chop etish imkoniyatimiz ham bo'ladi. Shu tariqa siz savdoni amalga oshirishingiz mumkin. Ana endi siz o'zingiz harakat qilib ko'ring.